Birodar shaharlar alyansi va O'zbekiston mahalla xayriyat jamoat fondi tashabbusi bilan yangi yil yangi hamkorliklar. Birodar shaharlar xalq diplomatiyasining yorqin namunasi mavzusida davra suhbati bo'lib o'tdi. Tafsilotlar lavhamizda. Mazkur tadbir xalq diplomatiyasining bugungi kundagi o'rni va ahamiyatini muhokama qilish, shuningdek birodar shaharlar o'rtasidagi hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqish maqsadini ko'zladi. Davra suhbatida mahalliy va xalqaro hamkorlikni rivojlantirish, mahalla institutining jamiyat hayotidagi roli, madaniy-gumanitar aloqalarni mustahkamlash masalalari markaziy o'rinni egalladi. Bugungi yangi O'zbekiston tashqi siyosatini oladigan bo'lsak, biz diplomatiyani barcha turlaridan samarali foydalanishni oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Bu o'sha O'zbekistonni ochiq, pragmatik va faol tashqi siyosatdan kelib chiqamizmi? Konstitutsiyada belgilangan vazifalardan, O'zbekiston 2030 strategiyasidan kelib chiqamizmi? Bunda O'zbekiston atrofida mustahkam xavfsizlik kamarini yaratish, yurtimizda yashayotgan turli millat va elat vakillari o'rtasidagi hamjihatlik muhitini yanada mustahkamlash va uni shakllantirib borish, qo'shni mamlakatlarimiz va hamkor davlatlar bilan birgalikda o'zaro manfaatli, yana bir bor aytaman, hurmatga va yaxshi qo'shnichilikka asoslangan hamkorlikni yo'lga qo'yishdan iborat. Biz bugun mutaxassislar bilan birgalikda mana shu yo'nalishlarni muhokama qilishga to'planganmiz. Birinchi navbatda xalq diplomatiyasi va birodarlashgan shaharlar diplomatiyasini hali ishga solinmagan salohiyatlarini ko'rib chiqishimiz kerak. Uni qay tarzda amalga oshiramiz? Yangi hamkorlar deb nomlanyapti. Demak, yil davomida qaysi tashkilotlar bilan hamkorlik aloqalarini o'rnatish, yo'l xaritalarini ishlab chiqish va tizimli ravishda ularni amalga oshirib borishdan iborat bo'ladi. Tadbir ishtirokchilari birodar shaharlar o'rtasidagi aloqalar nafaqat rasmiy kelishuvlar, balki insoniy qadriyatlar, o'zaro ishonch va do'stlik asosida rivojlanishini alohida ta'kidladilar. Aynan shunday tashabbuslar orqali shaharlar va jamoalar bir-biriga yanada yaqinlashib, tajriba almashish va qo'shma loyihalarni amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Davra suhbati ochiq muloqot va samimiy fikr almashuv ruhida o'tib, yangi g'oyalar va istiqbolli hamkorlik rejalarini belgilashga zamin yaratdi. Tadbir yakunida ishtirokchilar kelgusida xalq diplomatiyasi doirasida qo'shma loyihalarni kengaytirish, mahallalar darajasida hamkorlikni kuchaytirish muhimligini qayd etdilar.